Xullas bitta sochiq bor ekan. Aytarli uncha chiroyli emas, har holda ozmi ko'pmi odamlarga foydasi tegadigan, ko'plar qo'lini artadigan oddiy bir sochiq. U vazifasini sidqidildan bajarar ekan. Kunlardan bir kun o'sha sochiq odatdagidek yana bir qo'lga tushibdi. Bu qo'l sochiqqa boshqa qo'llarga o'xshab ishqalanmabdi. Uni silab siypalabdi. Yillar davomida uniqib, haligi rangi o'chib ketgan gullarni izidan qo'llarini, barmoqlarini yurg'izibdi. Sochiq darhol sezibdi. Bu qo'llar boshqalarga o'xshamagan. Bu qo'llarda uzoq vaqt qolishni xohlabdi. Nazarida bu qo'llar uni ko'nini tushunganda ekanda. Oradan vaqtlar o'tibdi. Sochiq haligi qo'lni entikib tutadigan bo'ldi. Xullas nimagaligini o'zi ham bilmay, haligi sochiq o'sha qo'llarga o'rganib qoladi. Bu qo'llar kunlardan bir kun sochiqqa qo'llarini artib axlat qutisiga uloqtirib ketadi. Sochiq axlat qutisida yotib o'ylar ekan, balki adashib yuborgandir. Vaqt o'tib esiga tushsam, balki qaytib olar deb uzoq kutibdi. Oradan vaqtlar o'tibdi. Nihoyat sochiq umuman hech kimni kutmaydigan bo'ldi. O'sha qo'llar esiga tushib qolsa, o'zini o'zi boplab koyib qo'yar ekan. Nega ishonding? Axir ular ham oddiy qo'l edi-ku. Boshqalar qatori oddiy qo'l. Xullas qissadan hissa sochiqqa o'xshab ko'nglingizni duch kelgan qo'llarga tutqazavermang. Bu qo'llar dunyodagi eng nozik, eng nafis qo'llar bo'lsa ham, bir kunmas bir kun ular sizga qo'lini artib, ko'nglingizga qarab o'tirmay axlat qutisiga uloqtirib ketishi mumkin.